Piotr Birni o'sha tinchlikda yashamoqchi bo'lsang urushga tayyorgarlik ko'r degani mana oyatdan keldi. Ular bizni Qur'onni olib bizga qarshi ishlatyapti. Allohning g'oyalarini, Allohning ideyalarini olib o'zimizga, musulmonlarga qarshi ishlatyapti. Biz nimaga ishlatmaymiz? Chunki biz Qur'on o'qimaymiz. Biz hadis o'qiymiz. Hadis, 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 hadis. Buxoriy, 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 Buxoriy. Bo'ldi, jinni bu ham. Qur'on chetga qolibdi. Qur'onni kecha bugun ertalab bitta bir yozuvchimiz bilan yaxshi yozuvchimiz bilan gaplashdim. Aytadi, "Bobur aka" deydi. "Qur'onni o'qisam tushunmayman" dedi. Qaysi tilda o'zbekcha yozilgan, lekin hech narsa tushunib bo'lmaydi. Maxsus yozilgan. Tushunmaydigan qilib yozilgan. Mulladan borib so'raydigan qilib yozilgan. O'shani mullaga bog'laydi bu tarjima. Seni ipsiz bog'lab qo'yadi sallaliga. Qara aka, mana bu yerda Qur'onni tabdil qiladi debsiz. Tabdil degan nima degan? Tepadi deganmi deydi. Polvon Nazir-ku, Polvon Nazir tabdil, ta'dil, tavil, maqbul degan narsalarni tushunmaydi. Uni biladi, terg'ib qilgan shayx bilib tarjima qiladi. Xorazmli Polvon Nazir tabdilni ham bilmaydi, ta'dilni ham bilmaydi. Yana qanday arabcha so'zlarni juda yaxshi ishlatadi-ku bular. Ahkom, yomon ko'p ishlatadigan. Ahkomdan bilmaydi. O'qigan bilan dedi, Polvon Nazir oldimga keladi. Как миленький keladi. Sallam bor qundir. Bismillahirrohmanirrohim deb o'tiradi. Qo'l qilish uchun tarjima qiladi. Menga keladi so'rab dedi. Polvon Nazir ham keladi, bechora tushunmaydi. Shayx hazratlari buni tarjima qilishman dil ma'qul deganni tushunmadim. Nimadir tomog'imga bir narsa tiqilib qolgan deb o'ylayapman. Desa, "Bo'tam o'tiring, siz shoshilmang. Bismillahirrohmanirrohim" deydi. Lag'monni eng kattasi deydi. Alloh imom. Qur'onsiz millatmiz biz. O'zbekchaga tarjima qilingan 4-5 tarjima bor. Hech kim tushunmaydi bu. O'zbekni o'zi tushunmaydi. Sen endi qoraqalpoq, qozoq, o'risni qo'yaversan. Почему? Специально сделано, чтобы как миленькие приползли к нашим шейхам и хазратам, и у них спрашивали, в чем тут дело. Разъясните там, пожалуйста. Kazzob, kazzob. O'qimaymiz biza. Qoraxoniylar yozdi. Polvon Nazir. Polvon Nazir meni va bir ikkita yozuvchilarimizni umumiy qahramonimiz. Buni ham yaxshi ko'ramiz, ham yomon ko'ramiz. Polvon Nazir deganda men sodda, bir qishloqda, Xorazmning chekkasida yoki Surxondaryoning chekkasida yashaydigan, ko'ngli toza, mana bunaqa ta'dil degan gaplarni tushunmaydigan bechorani tushunaman. Ko'zim oldiga keladi. U bechora kitobsiz qoladi, Qur'onsiz qoladi. O'ylamaydi uni hech kim. Mana bu tarjimalarni o'qisang bor-ku. Madrasani bitirgan 50 ta bor-ku, 50 ta, sallali 50 ta. O'shalar uchun yozilgan. Ular tushunadi. Naql ta'dil deydi. O'zi uchun chiqarganlar, o'zi uchun. 4 ta 5 ta mulla uchun chiqarilgan tarjima. Xalq mehridan uchun. Anasa bechora meni qahramonim Polvon Nazir. Polvon Nazirlardan birisi aytadi. Qur'on o'qidim deydi. Mavlato deydi, dil deb qo'ydi deydi. Aytolmay tabdil deb qo'ydi deydi. Bu deydi, dil degandan ko'ra bir til to'g'risida bir языковой problema to'g'risida nima gap bu deydi. Unga keyin tushuntirasan, bu unaqa degan, bu shuni tushuntirib bersa bu iflos deydi. Joni yonib ketadi uni keyin tushungandan keyin. Tasavvur qiling, arabcha kalimani turkcha yozib qo'yadi. Tarjima qilmaydi. Tarjimonmish yana. Hamma ma'nolarining tarjimoni falonchi bu hazrat bu shayx deydi. Bu bilasizlar nima degani? Arabcha kalima keldida ya ayyuhallazina amanu. Shuni ya ayyuhallazina amanu deb qoldirganda ekan. Sen uni tarjima qilmasang, arabchasini o'zini ma'qul, ta'dil Allohning nazdida deydi. Nazdida nima deydi? Nazirada hammi deydi? Nima deydi? Nima qo'ydi bu deydi? Polvon Nazir tushunmaydi axir. Spesial yozgan u, seni ulug' qilish, nakaleni kelishing uchun yozgan. Polvon Nazir bormadimi? Mana bunday degan. Aldab qo'yibdi o'sha tarjimasini oldi.
Bu bilasizmi mana shunaqa tarjima qilish, arabcha kalimani o'zgartirmay tarjima qilish nima degani? Bu xuddi bunday qarang. O'zbekcha misol uchun ruscha kalima borda. Строители построили железнодорожный мост degan gapni tarjima qilish kerak. O'zbekchaga. Bular endi Qur'onni arabchasini o'zgartirmay tarjima qilgan. Muhim gaplarni tarjima qilmaydi. Bu bilasizmi nimaga o'xshaydi mana shu? Misol uchun ruscha kalima bor. Строители построили железнодорожный мост. Agar vijdoni bo'lsa, tarjimon rus tilini yaxshi bilsa, o'zbek tilini yaxshi bilsa, shunday tarjima qiladi. Quruvchilar temir yo'l qurishdi deydi. Bo'ldi. Строители построили железнодорожный mostni to'g'ri vijdonan qo'rqib, Xudodan qo'rqib, xolis qilgan tarjimasi quruvchilar строители построили железнодорожный most. Temir yo'l построили. Qurishdi. Ya'ni ruschani to'liq o'zbekchaga o'tkazdi. Ma'no jihatdan. Buni endi iflos tarjimon bo'lsa, shayxlarga o'xshagan, pirlarga o'xshagan, Shekspir, shayx pirlarga o'xshagan kazzob bo'lsa, tarjimon bo'lsa, qanaqa tarjima qiladi shuni? O'sha jumlani bilasiz? Строители построили железнодорожный мост degan tarjimani shunday tarjima qiladi. Строительlar железнодорожный мост построить qilishdi deydi. Ikkita so'z o'zbekchada qilishdi degan. Построить qilgan. Yoki построить etdilar deydi. Ana shunaqa iflos tarjima qiladi-da bular. Строительlar железнодорожный мост построить qildilar. Tarjimalar shu. Aynan ruscha so'zni o'zini beryapti. Bo'ldi. Orqasiga larni qo'shib. Shuning uchun bizda Qur'on tarjimasi bo'lsa ham hech kim tushunmaydi. O'zi burib hadis bo'yicha tarjima qilgani o'z yo'liga so'zlarni ham tarjima qilmaydi.